Assalomu alaykum. Agar ichingizda biron bir qo'rquv bo'lsa, masalan, odamlar oldida gapirishga, qaror qabul qilishga yoki kamera oldida gapirishga, bu video aynan siz uchun. Bugun biz sizlar bilan NLPda qo'rquv bilan ishlashning eng oddiy texnikasi, resurslash texnikasi bilan tanishib chiqamiz. Texnika bilan tanishib chiqishdan oldin sizlarni ogohlantirmoqchiman. Bu texnika fobiya yoki juda kuchli qo'rquvlar bilan ishlashga mo'ljallanmagan. Misol uchun fobiya bilan ishlash uchun NLPda kinoteatr yoki kuchli qo'rquvlar bilan ishlash uchun NLPda bir tomonlama dissotsiatsiya texnikalari mavjud. Bugun biz sizlar bilan tanishib chiqadigan texnikamiz, ya'ni bu yakrlar bilan ishlaydi. Kimdir agar yakr haqidagi videomizni ko'rmagan bo'lsa, kanalimizga kirib videoni ko'rishinglar mumkin. Keling, bo'lmasa texnika bilan tanishishni boshlaymiz. Texnikamizning birinchi bosqichi bu qo'rquvni aniqlash. Mana bizni qo'rquvga soladigan o'sha vaziyatni eslaymiz. Ana endi aniqlagandan keyin biz ikkinchi bosqichga o'tamiz. Ya'ni qo'rquvni yakrlaymiz. Yakrlash deganda biz qo'rquv vaziyatini eslaymiz va chap qo'limizni qattiq mushtlaymiz. Uchinchi bosqichga o'tamiz. Uchinchi bosqichda qaysi resurs kerak? Bizlar birinchi bosqichda aniqlagan qo'rquvimizni yengish uchun qanaqa resurslar kerak? Uchinchi bosqichda o'sha resurslarni aniqlaymiz. Masalan, ishonch, xotirjamlik yoki ichki kuch bo'lishi mumkin. Buni biz uchinchi bosqichda aniqlab olamiz. To'rtinchi bosqichda kuchli resurs yakrni o'rnatamiz. Misol uchun, bizga ishonch resursi kerak bo'lishi mumkin. Hayotimizda biz qayerda o'zimizni ishonchli his qilganmiz? O'sha vaziyatni eslaymiz. O'sha vaziyatni eslagandan keyin bizda agar ishonchli holat, kayfiyat vujudga kelsa, ana endi o'ng qo'limizni mushtlaymiz, qattiq mushtlaymiz. Va mana ishonchli holat, o'sha vaziyatni esingizga tushirdingiz va qo'lingizni qattiq musht qilib turibsiz. Xo'p, ana endi mushtimizni qo'yib yuboramiz va endi o'zimizni qaysi joyda biz xotirjam his qilganmiz, o'sha vaziyatimizni eslaymiz. Eslagandan keyin o'zimizni xotirjam his qilishni boshlagandan keyin o'ng qo'limizni yana qattiq musht qilamiz. Mana o'zingizni xotirjam his qilgan vaziyatni eslaysiz va qo'lingizni qattiq mushtlaysiz. Xo'p, qo'yib yuboramiz. To'rtinchi bosqichda biz kuchli resurs yakrni o'zimizga o'rnatdik. Beshinchi bosqich, ya'ni bizlarda integratsiya bosqichi. Endi chap va o'ng qo'limizni birdaniga musht qilamiz. Mana bu vaziyatda bizlardagi o'sha qo'rquv yakri hamda resurs yakri birdaniga ishga tushadi. Qo'rquvni kamaytirishga yordam beradi. Chunki o'ng qo'limizda bizlarda resurs yakri bor, chap qo'limizda qo'rquv yakri bor. Keyingi 6-bosqichga o'tamiz. 6-bosqichda, ya'ni biz tekshiramiz. Tekshirish deganda bizlarni qo'rquvga soladigan vaziyatimizni endi eslaymiz. Esladik. O'sha ma'lum bitta vaziyat bizlarni qo'rquvga solyaptimi yoki qo'rquv kamaydimi? Qo'rquv kamagan bo'lsa, biz texnikamizni keyingi bosqichiga o'tamiz. Bir xil vaziyatda aynan tekshirish vaqtida o'sha vaziyatni eslaganimizdan keyin bizlarda yana qo'rquv bo'lishi mumkin. Bu normal holat. Shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, biz nima qilamiz? Biz qaytadan 3-bosqichga qaytamiz va kerakli resurslarni yana qo'shamiz. Yana o'zimizga kerakli resurslarni qo'shgandan keyin, chunki bir xil vaziyatda resurs yetarli bo'lmasligi mumkin. Ana endi yana yetarli resurslarni qo'shamiz, yana o'ng qo'limizni mushtlaymiz. Resurs yetarli bo'lgandan keyin davom ettiramiz. 7-bosqich bizlarda ekologik tekshiruv. NLPning ko'p texnikalarida biz ekologik tekshiruv qilamiz. Ya'ni bu nima degani? Qo'rquvimiz ma'lum miqdorda kamaydi. Endi o'sha qo'rquv kamaygandan keyin bizlar hayotimizga uni zarari bormi, yo'qmi? O'shani tekshirib chiqamiz. Agar zarar qilmasa, endi biz 8-bosqichga o'tamiz.
8-bosqich bu kelajakka bog'lash. Bu nima degani? O'zimizni qo'rquvga soladigan qo'rquvli vaziyatlarni ikkita, uchtasini kelajakda tasavvur qilib ko'ramiz. Misol uchun, odamlar oldida chiqish qilish. O'shanaqa vaziyatni biz miyamizda tasavvur qilib ko'ramiz. Agar qo'rquv kamaygan bo'lsa, demak bizlarda texnika ishladi. Bu texnika shuni anglatadiki, inson qo'rquvni butunlay xotirasidan chiqarib tashlamaydi va unga faqat resurs qo'shish orqali biz qo'rquvni yengishimiz mumkin. Qo'rquv bor, lekin resursi ham bor. O'sha qo'rquvni yengishga bizlardagi resurslar yordam beradi. O'zim ham shaxsan amaliyotda bu texnikadan foydalanaman. Bu texnika insonga qo'rquvni tez yengishga yordam beradi. Faqat biz buni bosqichlarini to'g'ri bajarishimiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Xayr.